Eyo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun biz Minecraft o'ynab ko'ramiz. Sizlarga bu o'yinning nomi Building Craft. Sizlarga bu o'yinda qaytib mod yoqib, mod yoqmaslikni o'rgataman. Birinchi pastdagisi menda modsiz, tepadagi modli. Bizni ijtimoiy tarmoqlarga, YouTube, Instagram sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmang. Instagram va YouTube nomimiz kbt.707. Albatta Instagramga ham YouTubega ham o'tib obuna bo'lib qo'yishlaringizni xohlayman. Qani boshlaymiz. Shu yozuv chiqqandan keyin bosamizdan ikkinchisini bosib, buni ikkinchisini bosib, keyin mana shuni bossak mod yoqiladi. Buni keyin EAC ga o'tkazamiz. Keyin buni bosamiz. Keyin modga kiradi. Keyin bu yozuv chiqadi. Albatta tepadagisini bosib kiramiz. Mana o'yinimizni ham kirib oldik. Mana sal qotayapti. Mana 2 marta bossa uchadi. Mana 2 marta bossa, keyin tepaga bossa uchadi. Hozircha biz qishloq topamiz. Bu albatta bunga modlar yozsa bo'ladi. Men hali birinchi videoyim uchun uncha hali bilmayman. Yana bir marta Instagram, YouTube sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Hozir qishloq topib bo'lganimdan keyin videoni yoqaman. Albatta bunaqa botqoq joylarda yalmog'izli uyi ham bo'ladi. Bu Minecraftda chiqadi. Hozircha biz qishloq topishga ketamiz. Mana birinchi yalmog'imizda uyi chiqdi. Bu ichida yalmog'iz bo'ladi. Assalomu alaykum. U ketib qoladi albatta. Uzr. Damlamalari bor bunda. Sizlarga zo'r narsa ko'rsatamiz. Hozir bu yalmog'izni yashatmaymiz. O'ta ko'p dorilarga aniqladi. Shuning uchun biz hozir zo'r ish qilamiz. Tak, bo'lib bitaymiz. Pishani o'zimniki qilib olsam-makin. Otongni bolasi. Bu o'lmaydi aytgancha, bu yalmog'iz dorisi ko'p. Sizlar ko'ringizlar mana. Bu uydan asalim qolmadi. Hozir endi shu atrofda qishloq bo'ladi albatta. Qaytib mod qilish, mod qilmaslikni ham o'rgataman. Asosan o'zi mana shu yaylovlardan keyin, daraxt yo'q joylardan keyin qishloq chiqadi. Hozir bitta qishloq topib bo'lgandan keyin videoni yoqaman. Obunachilar, mana ot topib oldik. Hozir bunga minib ko'ramiz. Birinchi o'rin bizga kerakli narsalar. Albatta ip bilan egar keyin shu anavdan qilamiz, olamiz va boramizdan pastda yozuv chiqadi, mount degan. Bosib, buni 3 nuqtani bosamiz. Nima? Kechirsin. Bosganimizdan keyin mana chiqdi. Birinchi o'rin biz boya olgan anavni qo'yamiz. Egar minsak bo'ladi endi. Bu faqat bezak beradi.
Endi chiqib buni minib ketsak ham bo'ladi. Bu ot bizniki. Bu albatta bemalol suvlarda ham yura oladi desam, albatta. Ketamiz. Bo'ldi, obunachilar, bu otni shu yerga tashlab ketamiz. O'zi chiqib oladi. Biz birinchi o'rinda mana qishloq ham topib oldik. Bu qishloqda odamlar yashaydi ekan. Albatta biz modda bo'lganimiz uchun hech narsasiga tegmaymiz va o'zimiz boshqa uy quramiz. Uy qurishda ham hech kim bilmasin, hech kim narsam olib qo'ymasin deb degan holatda bitta uyni tagidan uy qurishga harakat qilib ko'ramiz. Mana uyni tagidan bitta uy quramiz. To'xtanglar. Biz hozir bunga kuchukka suyak bersak, u bizning itimizga aylanadi. Mushukka esa bersang, baliq bersang, pishgan baliq bersa bizniki bo'ladi. Bu bizniki bo'ldi. Hozir men qaranglar. Men hozir bir narsani urdimmi, u borib unga tormashadi. Bus olib bor, bus. O'ltirib qaytib kelaveradi. Endi hozir sizlar bilan baliqni boqib ko'ramiz. Baliqni o'qib ko'ramiz. Bizga albatta pishgan baliq kerak. Pishgan baliq luboy bo'laveradi. Pish. Otingmi? Meh. Ismini nima qo'yamiz? Kuchukniki va mushuknikini albatta keyingi videoda ismi bilan aytib chaqiramiz. Kommentariyada ismini yozib qoldiring. Sal qiyin bo'lyapti uni qilish, o'rgatish. Albatta hammada qiyin bo'ladi. Keyingi videomizda shuni uni ko'rsataman. Kuchugimizni hozir turg'izib qo'yaylik. Ketdik. Yana bir pishakka harakat qilib ko'ramiz. Bu qaytib yozuv chiqmayapti-ku. Pish. Obunachilar qaranglar, hozir oldini to'sib qilaman. Ketib qolyapti bo'lmasa. Voy, kuspurish. Pish. Bo'ldi, ketdik. Qaysi uydan qilaylik? Keyingi videomizda ana shu uydan ham qirib ko'rsataman. Bu mevani yesalaring bo'ladi. Mana meva bu. Buni albatta yesalaring bo'ladi. Bosib tursalaring o'zi yeydi. Medda mod bo'lgani uchun tugamaydi. Qaranglar, obunachilar, bu sal ta'mir talab. Hammada shunaqa bo'ladi. Buni o'zimiz ta'mirlab olamiz. Bizga keraksiz narsalarni tepaga olib qo'yamiz. Uyimiz ham bitdi. Hozir biz uyga tushamizdagi yer ostidan qurib ko'ramiz uy. Albatta bitta uydan qilamiz. Iloji boricha uni chekaroqdan qilamiz. Anosini. Bu uyda bolacha bor ekan. Vo'l. Itas uradi uni. Ol ketik bu yerdan bolacha bor ekan. Obunachilar, boshqa uydan qilamiz. Bu uyda chaqaloq bor ekan. Mana shu ikkinchi uydan qilib ko'ramiz. 2 qavatli uydan qilib ko'ramiz. Bu yerda o'ng tarafda bunda yo'q ekan. Har doim sandiq bo'lardi. Obunachilar, shu uydan quraylikmi yo boyagi uydanmi?
Bu sehrgarniki. Bizga kerak hozir gilam olamiz va uyga to'shab chiqamiz. Chunki bu uyda endi biz ham yashaymiz. Eshitki bo'lmaydi ekan, shu atroflarga qilib qo'yamiz. Obunachilar, hozir biz bir narsa qilib ko'ramiz. Shu yonboshdan gilamni olib, mana qo'yib, mana bir ikkita shu yerdan uy quramiz, yer ostidan. Bizga kerak mana shu narsani olamizdagi. Bundan bitta tashlab, bir nechta tashlab, ustiga gilam qilib qo'yamiz. Keyin pastga qarab tushsak bo'ladi. Nimagadir menda bo'lmayapti. Asli boshqalarda mana bo'ladi. Jigarlar, videomiz ko'p bo'lib ketdi. Bu o'yinda ikkinchi qismini albatta olamiz. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Albatta kommentda itga nima deb ism qo'yishni yozib qoldiringlar. Xayr, sog' omon bo'linglar.